shoxlatib o'stiryapgani, o'zini holatida o'syapgani. Bu vaqt o'tgan sari chiroyiga chiroy qo'shilib boraveradi. 6 ta shox chiqargan, 5 ta 6 ta. Bugun 26-iyun. Kessa bo'ladimi, bo'lmaydimi degan odam buni kesa olmaydi. O'ylamaymiz, kesamiz. Dori berishini Xudo xohlasa ertaga aytaman, alohida post qilamiz. 26-iyun sanasida ham kessa bo'ladi. Kesishimizning sababi shoxlatib turib, chiroyli qilib tagidan to'ldirib o'stirish. Qo'yib boramiz. Gortenziya. Qorni och gul, qorni to'q gul. Bu qo'y go'shti osh gul uchun. Bunisi 88-10 choy bo'ladi. 1 grammdan ikkitasidan 1 litr suvga aralashtirib tagidan quyamiz. Buni davlenasi ko'tarilib ketib qolmasligi uchun ertasi kuni sirkon beramiz. 1 milligrammini 1 litr suvga bargidan sepamiz. Xuddi shu narsani har 8 kun, 7 kunda takrorlab turamiz. 10 kun, 15 kun o'tgandan keyin o'zi yangi kurtalari ko'rinib, gulingiz o'zgarishni boshlaydi. Faqat suvni o'zini quyib, mana gulim yaxshi o'smayapti deyish, qo'yga xashak berib, qo'yim simirmayapti deyish bilan bir xil bo'ladi. Qo'y simirish uchun makka berish kerak bo'ladi. Foydali bo'lib qoladi.